Bu yog'i Hisor tog'lari do'stlar. Mana bu yog'i Hisor qo'ylarimiz do'stlar. Mana bu yog'i do'stlar Tojikistondan keladigan katta Surxon suvlarimiz do'stlar. Bu ham to'lib toshib oqyapti mana. Xo'p, bu yog'i endi Bahrom akamiz aka. Asror aka. Zo'rmisiz? Salomat bo'ling. Tanjoningiz sog'mi? Rahmat aka. Aka. Zo'rdan zo'ri deydi-ku Asror aka. Joningiz sog' bo'lsin. Ovunashlarimizga uzr so'rab qolamiz. Sababiki bundan oldingi to'qlarimizga qo'shib video qilishimiz kerak edi. Emotsiyalarimiz shunaqa berilib ketdiki, biz yaxshi narsani ko'rganda do'stlar ketadi bizaga. Shuning uchun o'zimiz to'xtata olmayapmiz. Minutlarimiz juda ko'payib ketibdi. Shunga ikkinchi partiya deb do'stlar uje buni ikkinchi videoga olyapmiz. Boshqa alohida qo'yamiz. To'g'ri tushunasizlar. Minutlarimiz juda ko'payib ketsa ham bir xilla sal erinib qoladi. Lekin qo'y ishqiboziga qancha zo'r bo'lsa, ko'p qilsak shuncha yaxshi. Xo'p, Bahrom aka, Asror aka ishlayapmiz aka. sog'liq, ha? Sog'liq, hammasi sog'liq aka. Mashalloh, ko'z tegmasin, rangini, tiniqligini yo'q, qirig'ligini qarang. Shunday. Zo'r. Soni nechta? Soni 30 ta aka. 30 ta. Hammasi boladan chiqqan. Hammasi boladan chiqqan aka. Akalar. Bir xilni yelinni ham bor aka, boladan chiqqanimiz ko'rinib Endi turibdi. qarangizlar, boladan chiqqan qo'ydi, hali mana boringki elinni quritibdi, 1 oy bo'pti. Yana qayta qanchalik tez tiklanganiga e'tibor bering. Vali 40 kun yo mayli 40 kun bo'lgan ham deylik, haligi boladan chiqqaniga. Lekin juda tez o'zini qayta tiklab, yana qo'chqorga tayyor kelibdi. Buni hozir olib tashaylar akalar. Hozir olib qo'chqorga qo'yib yuborish kerak. Hozir nima deydi? Kuz va qish oylarini ancha salqin kelishini meteorologlarimiz ancha prognoz qilishyapti. Demak, hozir qo'chqor qo'ysak, bu o'sha noyabr oylariga borib o'sha to'l tushishni boshlaydi. Hech qanaqa nima bo'lmaydi. Faqatgina o'sha qishga tomog'iga yaxshi qarab tursangiz, qo'zilari mana bu paytgacha onasiga teng qo'zi bo'ladi. Mana sizlarga eng qiziqarli va foydali do'stlar ma'lumotlar. Xo'p, Bahrom aka sonini aytdik-a? Soni 30 dona aka. 30 bosh. Qani aka, bularni yoshini ayting endi, mashallah. Yoshini aka, qarang. ichida bir 2 ta 3 tasi 2 tish bo'lmasa aka. Aha. Qolgani shu 4 tish, 6 tish, ichida 1.5-8 tishi ham bor aka, dashish kerak yo'q. Akalar mana tepadan video olyapman mana. Bir xilla meni pastdan video oladi deb o'ylashar ekan. Yo'q. Men mana bu birda video olaman. Bir bor-ku. Telefonimdan yoqsangiz 1 bor, 2 bor, misol uchun 3 bor, 5 bor. Men o'sha birda video olganim uchun shunday ko'rinadi. Mana. O'shandan farq qiladi akalar. Ishonmasalaringiz telefonlaringizni o'zlaringiz sinab ko'ringizlar. Birda olingan video bilan hali 2 da olingan video farqi bor do'stlar. Shuning uchun men harakat qilaman oldidan, orqasidan, yonidan har xil holatda o'sha o'zini holatini chiqarib berishga harakat qilaman. Hozir ham oramizdagi masofa yaqin emas akalar. Mana ancha 5-6 metr masofa. Mana bu yoqda Hisor tog'larimiz, boya aytganimizdek. Mana mashalloh do'stlar. Qani? Mana Bahrom akamiz mana o'zi bir qo'y tutib berdi. Endi boyagi bundan oldingi to'qlarimizni kuzga borib mana shunday qo'y tasavvur qilaversin. Mana shunday qo'y bo'ladi aka u. Ularni 6200 dan baho qo'ydik. 6.200.000 so'mdan. Mana bu sog'lig'ini qarang. Bo'yini uzunligini, belini uzunligini qarang. Mashalloh. Aka mana bular ham shu to'g'illar ham mana xuddi mana shu oldi mana shunday bo'ladi aka, qo'ydi qarang. Zo'r aka. O'chqardan ziyat uyasi. Nima ekan buni aka? Tishini endi bilmadim aka, endi tishini ko'rsatamiz. 8 tish, 6 tish ekan. 6 tish aka. Zo'r. Bunisi-chi? Bunisi hal tish yormabdi-ku. To'g'li ekan. To'g'li ekan. O'zi lekin qarang, oldini qarang, sog'liqdan ziyat turibdi. Aka qo'shib yuborish kerak. Bunga qo'shilibdi-da. Mayli, bo'lsa qo'shib yuboramiz. Bo'ldi, ketaveradi. Xo'p, qani buni-chi? Bu nima ekan? Bu tish to'ldiribdi-da? Ha. Bo'ldi. Qo'yaveringlar akalar. Qo'ylarimizni qarang sifatiga. Mana bu qirg'lik, boshqacha qirg'lik-da. Xo'p, Bahrom aka. Aka. Endi ushlasa har biri shunday qo'y aka. Narxini aylantiravering bu yog'ini. Aytavering. Narxini aka, bilasizmi, men bomba qo'yaraman aka. Xo'p, qanchadan deysiz? Narxini aka 7.500 dan bo'lsa aka. Aha. 30 tasi bir joyda bo'ladi bo'lsa aka, berib yuboraman aka. Tegmang aka. Shapkani ko'tarib qo'ying. Qarang. 7,5 milliondan ha? Ha, 7,5 milliondan. Bir joyda. Bir joyda. Bir haligi nima deydi? 50 ta to'qlarimizni narxida. Imkoni bo'lsa 30 ta chiqardik-ku Asror aka.
izi bormi desa aka, izi aka yana xuddi siz xudosh mana tog'dan video qildik-ku. Ha? Shu yerda yana izi bor aka. Akalar, kelaverasizlar. Mana Bahrom akamiz, mana akalar, manzilni olib kelaverasizlar. Surxondaryo viloyati Denov tumani akalar. O'tishda yana izini haligi ustida bor gaplashamiz deyapti akamiz. To'g'rimi Bahrom aka? Shunda ustida yana gaplashamiz aka. Izi ko'p aka, xudo Har xohlasa. xil holatda, har xil kadrlarda sizlarga ko'rsatib beryapmiz. Mana bular mana elinini o'sha quritib, mana yaqinda ajragan ekan. Ha, yaqinda ajraldi aka, bir haftadan oshyapti aka. Joningiz sog' bo'lsin. Oldiga 40 kun bo'lgan aka ajrab ketgani O'sha ko'piga. qanday bitta yarimta juni olinmay qolgan bo'lsa, hammasi o'z junini olibsiz-da aka. Ha. Bo'l aka, qo'ydi chiqarib yuboramiz. Qo'ydi chiqarib yuboramiz. Akalar, e'tibor bergan bo'lsangiz, narxlarimiz qimmat emas hali ham. Olib qo'yaveringlar do'stlar. Olib qo'yaveringizlarki, keyinchalik hali narxlarimiz oshib ketadi. Tuya 1 tanga, qani 1 tanga bo'lib turgan payt bosib yuborish kerak. Tuya 1000 tanga degan payt mana 1000 tanga deysiz, lekin sizga ancha qimmatga tushadi. Siz tuya 1 tanga bo'lgan payt olib qo'ying, tuya 1000 tanga degan payt aka, xohlang sotib yuboring. Xohlang mana qo'y qiling. Lekin aksariyat obunachilarimiz bizlardan o'sha qo'y qilish maqsadida olishadi. Mana ketdi. 30 tasini. Aka, endi buni ichidan bir 15 tasini olaman desa, Ha. o'sha narxiga sal o'tib beradiganlaringiz ham bor, ha? Endi buni ichida aka molni xayrga siylab ber desa, siylab ham beraman aka. Aha. Olarman odam chiqsa, molni biladigan odam bo'lsa, Aka, siylab ham beraman. 7 ni ustida bitadimi, ostidami? Yo'q aka, 7 millionga aka, даже aka. to'g'lung narxi ketyapti, bermaydi aka. Shunday. Xullas 7 ni ustida bitadi aka. Ha, 7 milliondan balantiga bitadi. 7 ni ustida bitadi. Chiqqanda do'stlar hisob kitoblaringizni olib, akamizni ham vaqtini olmasdan, o'zlaringizni ham bekorga urintirmasdan do'stlar savdosini qilib olaverasizlar. Mana bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.